ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram va Instagram sahifalarida ko'p holatlarga ko'zim tushadi. Ya'ni 7-sinf qiz homilador bo'lib qoldi, yosh turib bu farzandli bo'lib qoldi, yosh turib qizlik pardasini oldirib qo'ydi. Eng hayron qoladigani chaqaloq tashlab ketildi, qayerdadir musulxonada yoki suvda oqizib yubordi. Bu juda ham hozirgi kunda aktual mavzu bo'lib ketdi. Endi bu nimani oqibatda kelib chiqyapti degan savol o'z-o'zidan kelib tushadi. Bugungi kunda androlog sifatida men shunga qisqacha o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Endi hozirgi kunda yoshlarimiz qiziqqon bo'lib ketyapti. Ya'ni qiziqqonlik oqibatida jinsiy aloqa qilyapti va tasodifiy homilador qilib qo'yish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni rejalashtirilmagan homiladorlik. Bu holatda yoshlarimiz qiziqqonlik oqibatida hozirgi qizlarning qo'lidagi sotsialniy set va bolalarning qo'lidagi sotsialniy set qurilmalari bir-biriga bo'lgan jinsiy aloqaga xohishni orttirib boryapti. Ya'ni Instagramga kiramiz, yap-yalang'och qizlar ko'ramiz. Qizlar Instagramga kiradi, shu trenirovka qilayotgan, bodybuilding qilayotgan bolalarni ko'radi va ularni xohlab qoladi. Ya'ni u qiz bola ham porno ko'rmaydi deb o'ylaysizmi? U o'zini qoniqtirmaydi deb o'ylaysizmi? Albatta, hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan mavzu qizlar ham o'zini porno videolarda qoniqtirishi va bolalar ham porno videoda qoniqtirib va o'zi gaplashib yurgan muloqotdagi qiz bilan ushbu narsani tajribada sinamoqchi bo'lishadi. Jinsiy aloqani oqibatini o'ylamasdan ko'p xatolar yo'l qo'yib qo'yishadi va 7-sinf qiz, 9-sinf qiz homilador bo'lib qolgan bo'ladi. Bu hammasi qiziqishning ortidan. Bu hammasi bizni farzandlarimizga, ya'ni ota-onalar yoshlarga, biz endi o'rta davrdaligimiz uchun bizni deb umumiy aytib ketyapman. Ota-onalar yoshlarga e'tibor bermasdan kontrol qilmayotganining oqibatida kelib chiqyapti. Ya'ni qachon siz vaqtingiz bo'ladi, bolangiz libopa telefonni ber deb turib, qarasangiz hamma kodlangan bo'ladi. Hech qayerga kira olmaysiz. Nima qilayotgani haqida ma'lumot ola olmaysiz. Bu qiziqqonlik hammasi. Endi u nima qilyapti? Shu narsani tajribada sinamoqchi bo'lyapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda ko'ryapti, kim bilandir o'pishyapti, patsulik qilyapti, boshqa romantika bo'lyapti. Ha, bu xohlamaydim. U voyaga yetyapti. Undagi gormonal muvozanat o'zgaryapti. Unda xohish libido oshib boryapti, qizda ham bo'ladi ham. Va oqibatida aytgandek qizlik pardasi yo'qoldi. Oqibatida u homilador bo'lib qoldi. Chunki undagi 7-sinf qizda ham shu erkak kishining tushgan spermasida u ayolda уже folikul yetilish boshlab bo'lgan. Ya'ni folikul yetilgani uchun u homilador bo'lib qoladi. Ya'ni qizlik pardasi o'z-o'zidan olinadi, sperma bachadonga tushadi, bachadon borib uni urug'lantiradi va ertaga embrion hosil bo'ladi. Embrion hosil bo'lishining oqibatida u homilador bo'ladi-da, ota-onasiga ayta olmaydi va 1 yilda 1 marta tibbiy ko'rikdan o'tayotganda maktabda qarasa, u homilador bo'lib chiqadi o'zida. Bu hali kulgili, lekin achinarli holat. Nimaga achinarli? Ertaga u kimdir juft haloli bo'lishi yoki ertaga nikohsiz farzand tug'ilish yoki ushbu tug'ilgan farzandni begunoh o'limi, ya'ni tashlab ketish oqibatida bola o'limga boryapti. Bu narsaga davlatimiz tomonidan ham juda ham jiddiy qaraladi, lekin biz bu narsani yoritishga harakat qildik, chunki bu yerda yoshlarda androlog sifatida ongini oshirish men. Ya'ni sen o'ylagan narsa hammasi ham o'sha paytda bo'lavermaydi. Yana shu sotsial setni ko'ryapmanda, fohishaga borib fohishani aloqa qilib qo'yib pul undirdi. U fohisha nechtasi bilan yotadi? U fohisha bilan sen besprezervativ aloqa qilganingda faqatgina uni homilador qilib qo'ymaysan, o'zingga bo'lgan eng yomon kasalliklar ARV, VICH, ya'ni SPID kasalliklariga yuqtirib oladi. Va shuni oqibatida nima kelib chiqyapti? Shu g'alati zino bola kelib chiqyapti, shuni oqibatida bola tug'dirilyapti, shuni oqibatida sendan pullar undirilyapti. Bu bor haqiqat, lekin bu yerda hamma narsa siz o'ylagandek emas, do'stim. Hozir o'zingizni tiymasangiz, hozir o'zingizni kontrol qilmasangiz, hozir yuqorida aytib o'tgan qiziqqonligingizni kontrol qila olmasangiz, ertaga sizni ham shunaqa oqibatlar kutayotgan bo'lishi mumkin. Bu juda ham aktual mavzu. Buni shunaqangi yoritgim kelyapti, lekin qog'ozga o'ramasam bizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni nima qog'ozga o'ramasam deyman? Ushbu videoda yosh katta otalarimiz, onalarimiz ko'rsa xafa bo'lib qolishi mumkin. Yoshlarga berayotgan ma'lumotlarni qarang. Yoshlarga berayotgan qurilmamizni qaramayapmiz-ku. Ya'ni internetda hamma ochiqligiga e'tibor bermayapmiz-ku. Bu narsaga e'tibor bersak, hurmatli ota-onalar, ustozlar, akalar, ukalar, shu singillarimiz yoki ukalarimizda boshida shunaqa tashvish ko'paymaydi. Va nikohgacha bir-biriga juft haloliga halol borib oladi. Ya'ni bu yerda kontrolni oldindan qilishimiz kerak. Endi ukalarimga nima maslahat beraman? Avvalo, bu zinodan saqlaning. 1. Ikkinchisi, agarda sizda safarda yuribsizmi, qayerdadir shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, o'zingizni meningizni to'xtating. Yoki qo'shiladigan bo'lsangiz ham endi tibbiy jihatdan aytib ketishim kerak-da men. Nimaga?
endi doktor siz boshqa narsalar aytyapsiz, lekin saqlanishni aytmayapsiz deyishingiz mumkin. Bu yerda har xil tabletkalar bor. Ayollarda shu homila ushlamaslik uchun tabletkalardan foydalanish. Uni ginekologlar juda yaxshi biladi. Har bitta qizda o'zining shaxsiy ginekologi bo'ladi. U narsani ma'lumot so'raydi, onlayn konsultatsiyalar va dorilardan foydalanib yuradi. Lekin siz bo'yningizga ushbu farzand ilinib qolmasligi uchun, shu fohish orqali yo boshqa bo'lib, ushbu narsalardan tiyiling. Prezervativlarni originalidan foydalangan holatda jinsiy aloqa qiling. Iloji bo'lsa qilmang, qo'shilmang, lekin endi aytib qo'yishim kerak doktor sifatida. Va siz qo'shilayotgan bo'lsangiz, hayzini, misol hayz tugagandan keyin 4-5-kundan keyin qo'shilmang. Oxirgi kunlari qo'shiling. Chunki follikula yorilgan paytda siz sperma tushib aktiv yuqori bo'lsa, o'sha kuni homilador qilib qo'yadi. Ya'ni uni yoriladigan paytida, follikula yetilgan paytda aloqa qilganingizda tez embrion ushlab qolish holati kuzatiladi. Endi aloqa qilsangiz ham urug'ini ichkariga emas, tashqariga to'ksangiz bo'ladi. Uni o'zingiz kontrol qila olsangiz. Lutchi aytib o'tgan narsalarni qilmang, o'zingiz juft halolingiz bilan aloqa qiling. Endi aytishingiz mumkin hozir shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy olat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayyaklari o'z yorug' xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimlar qilishga harakat qilamiz. O'zim juft halolim bilan aloqa qilsam darrov homilador bo'lib qolyapti. Bunda nima deysiz? Biz misol rejasiz ravishda shu ayolim homilador bo'lib qolyapti. Biz o'zimizni farzandimiz birga kirdi deydigan hozir ota-onalar ham turibdi, kuzatib qarshimda. Bu ota-onalar nima deyman? Bu yerda siz androlog va ginekolog oldiga kelasiz. Androlog siz tomonidan aytadi, urug'laringiz, foizlar, ko'rsatkichlar yana bir ko'rib turib, ayolingizni shu homila bo'lmasligi uchun turli xil spirallardan foydalanishlik, prezervativlardan to'g'ri foydalanishlik va tabletkalardan to'g'ri foydalanishlikni aytib, sizga reja qilib beradi ayolingizga. Reja qilib bergandan so'ng ushbu vositalardan foydalansa, rejalashtirilgan holatda farzandni reja qilsangiz bo'ladi. Bulardan foydalanmasangiz, sizni urug'ingiz aktiv faol bo'lsa, ayolingizni follikulalari zo'r yorilib, zo'r yetilib berib turayotgan bo'lsa, baribir homila bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun 1 yilda 1 marta yoki 6 oyda 1 marta ginekolog va androlog ko'rigiga borib turishingiz обязательно kerak bo'ladi. Yaqinda bitta shunaqa voqea bo'ldi. Qabulimga bemor kelyapti, aytmoqda. 20-22 yosh atrofida, adashmasam 21 yosh edi shekilli, qo'shnisining qizini qizlik pardasini olib qo'ygan jinsiy aloqa qilib va ushbu qizni homilador qilib qo'ygan. Lekin bu yerda u bola meni bolam emas deb tan olmagan. U qiz bolani tuqqan, bola xuddi shu qo'shnisini o'zi, ya'ni erkakning o'zi bo'lib katta bo'lgan va ushbu bola ozgina vaqtdan keyin uylangan. Uylanishi oqibatida birinchi turmush bilan yashagan. Lekin yangilik bo'lmagan. Ungacha jinsiy aloqa qilib boshqa qizlar, fohishalar bilan aloqa qilib kelgan. Ushbu bemor jazosini olgan. Qanday deysiz? Fohishaga borish oqibatida kasallik yuqtirgan va urug' yo'llari infeksiya hisobiga yopilib ketgan. Birinchi va ikkinchi turmushdan farzandli bo'lmagan. Ya'ni azospermiya holatiga tushib qolgan. Azospermiya nima? Eyukulyat bo'ladi. Eyukulyat ichida urug'lar yo'q bo'ladi. Urug'lar yo'q bo'lish natijasida bu yerda sperma yo'q bo'lgandan keyin o'z-o'zidan farzandli bo'la olmaydi. Infeksiya urug' yo'lini yopib forgan hisobiga urug'lar tashqariga chiqmayapti. Demak, unda bepushtlikning eng og'ir darajasiga ketyapti. Ya'ni har bitta ishni qilmishni qidirmishi bo'ladi. Shuning uchun siz jinsiy aloqa qilyapsiz, fohishalar bilan boryapsiz, boshqa bo'lyapti. Lekin siz o'zingiz uchun yuqtirib oladigan kasalliklar haqida o'ylamayapsiz, qizni o'ylamayapsiz va boshqa oqibatlarni o'ylamasdan rejasiz ravishda farzandlarni shu o'limiga sabab bo'lib qolayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Umumiy xulosamni aytganimda ushbu video albatta manfaatli bo'lgan deb o'ylayman. Ushbu videoni ota-ona bo'lsangiz farzandingizga ko'rsating albatta. U uchun darslik bo'ladi. Farzand bo'lsangiz o'zingiz uchun saqlab qo'ying. Qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi, hozirgi paytda o'zini tiyishni bilishlik kerak. Bundan-da qiziqroq ma'lumotlar olish uchun hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Ha aytgancha bitta laykni ham bosib qo'yishni unutmang. Agar sizda yoki yaqinlaringizda har qanday andrologik, urologik muammo bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlar orqali qabulimga yozib kelishingiz mumkin bo'ladi.